Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Demak, darslarimizni davom ettiramiz. Xo'p, bugungi ko'radigan darsimizdan oldin, mavzudan oldin bitta misolni ko'rib chiqsak sizlar bilan. Uchun hozir diqqatinglarni monitorga qaratsanglar, bizada Chinook ma'lumotlar omborida Chinook do'konida ishlaydigan xodimlar haqida ma'lumot o'zida saqlaydigan employees degan jadval bor. Xo'p, mana shu jadvallar ba'zi ustunlarni o'zimizga hozirgi darsimizga kerak bo'lgan ustunlarni olib qolib, qolganlarni chiqazmaganman. Chiqarishimiz kerak bo'lgan employee jadvaldan employee IDs kerak bo'lyapti va ularni xodimlarni ism familiyasi concat yordamida birlashtirib chiqazilgan va qaysi xodimga ular hisobot topshirilishi haqida yana bitta qo'shimcha ustunimiz bor. Mana shu keltirilgan. Endi biza xohlaymizki, aytaylik, qaysi xodimga hisobot topshirilishini raqamlar ko'rinishida emas, mana shu ismlar ko'rinishida chiqarish xohlaydigan bo'lsak, demak, qanaqa qilib chiqarishimiz mumkin? Mana bu ko'rinishda chiqarishimiz mumkin. Demak, qaysi xodim qaysi xodimga hisobot topshirilishi haqida hosil bo'lgan jadval. Birinchi xodimimiz Andrew Adams hech kimga hisobot topshirmas ekan. Bu rahbar lavozimidagi xodim hisoblanar ekan. Bosh direktormidi yoki direktor o'zi bo'ladimi? U hech kimga hisobot topshirmas ekan. Nancy Edwards bo'lsa, Andrew Adamsga hisobot topshirar ekan. Jane Peacock bo'lsa, Nancy Edwardga, Margaret Parkham Nancy Edwardga va hokazo hokazo. Qaysi xodimlar qaysi xodimga, boshqa xodimga hisobot topshirish haqidagi ma'lumot. Buni endi biza ma'lumotlar omboridan so'rov tarzida chiqarishimiz kerak. Bu holatda bizga nima yordamga keladi? Bizga yordamga keladigan joinlarning bitta turi self join hisoblanadi. Xo'p, self joinda o'tgan darslarimizda o'tganimiz, left join, inner join yoki full outer join dan farqli ravishda jadvallar bitta jadval ikkinchi jadval bilan emas, balki jadval o'zi bilan o'zi birlashtiriladi. Ya'ni bizning misolimizda employees jadvali xuddi shu employees jadvali bilan qaytadan birlashtirilib bizga kerakli bo'lgan mana bu jadvallar hosil qilib berar ekan. Xo'p, amaliy misollarga o'tishni boshlaymiz. Xuddi hozirgi ko'rganimiz jadvallar endi so'rovlar yordamida o'zimizda hosil qilishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizda jadvallarimiz bor edi, tables va biza ishlashimiz kerak bo'lgan jadvalimiz employees jadvali. Xo'p, biza oldin sxemasini ko'rib olamiz. Chima qilib employees qo'ysak, xato yozdim, bunaqa jadval yo'q. Mana bu jadval bor. Employees ikkitagi masa. Jadvalimizda bizga kerak bo'ladigan employee ID kerak bo'ladi, last name, first name va reports to degan ustunlarimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Xo'p, so'rovimizni yozishni boshlaymiz. Select qilamiz. Self join ishlatamiz. Employee ID, first name, concat qilganmiz. Oldingi jadvalimizdagi natijani concat o'rniga mana bu ikkita tayoqchani ishlatsak bo'ladi. Concatda o'rnida ham bu ham o'tadi. Concat birinchi ismi, keyin orada probel bilan sharfini qilsak bo'ladi, last name va bizada reports to degan
reports to degan ustuni kerak bo'ladi. From employees degan jadvaldan. Faqat self joinda boshqa joylardan bitta farqli tomoni har doim alias ishlatishimiz kerak bo'ladi. Har doim alias ishlatishimiz kerak bo'ladi. S deymiz, xodim deylik. Xodimdagi birinchi harfni olamiz va mana bu select qismida qaysi jadvaldan olishimizni ko'rsatib o'tishimiz kerak. Demak, xodim degan bizda aliasli jadvaldagi first name, last name, demak employee ID va reports turli kerak bo'ladi. Xo'p. So'rovimizni shunday yakunlaymiz hozircha. Xo'p. Last name xato yozibmiz. Kelinglar. Tozalab olaylik. Va last name is xodim. Jadvalimizni chiqarib olamiz. Mana. Chiqarib oldik. Demak, bizga mana birinchi jadvalimiz sizlarga prezentatsiyada ko'rsatilgan birinchi jadvallar chiqarib beryapti. Mana bu jadval. Demak, birinchi jadvalimiz. Endi shu jadvalimizni mana bu ko'rinishga keltirishimiz kerak self join yordamida. Qanaqa qilib ishlatamiz? Demak, so'rovimizni yozishni boshlaymiz. Xuddi oldingi so'rovimizni yakunlamasdan turib, demak, join qismiga o'tamiz. Join deb ishlatamiz. Join deb ishlatamiz va yana xuddi shunaqa employees jadvalini qo'shamiz. Ya'ni employees jadvaliga employees jadvalini qo'shib turib, as buni ham demak alias orqali demak r deb belgilaymiz. Rahbardan demak birinchi harfini olib va birlashtirish sharti sifatida on deymiz. Bizda birlashtirish sharti hozir demak birinchi jadvalimiz xodimlar jadvalidan, demak reports to qismi teng bo'lishi kerak rahbar jadvalidagi demak employee ID ga. Xo'p, qanaqa bo'ladi bu? Qanaqa ishlaydi? Demak, ikkita ustunni birlashtirish shartida demak jadvalni o'ziga e'tibor qiladigan bo'lsak, birinchi so'rovimizdagi mana bu so'rovimizdagi jadval mana Andrew Adams demak hech qanaqa report to'si yo'q ekan, lekin Nancy Edwards demak report qiladigan, hisobot beradigan odami bor ekan. Demak, birinchi raqamli IDdagi xodim. Xo'p, xodim reports to degan ustuni teng bo'lishi kerak. Rahbar yangi xuddi shu jadvalda yana employee ID degan jadvalda faqat endi employee ID ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni mana bunga. Bu teng bo'lishi kerak bunga. Shunda Nancy Edwardsga demak kimga hisobot beradi deganda mana bu birdan olib kelib turib, ikkinchi jadvaldan olib kelib turib mana bu yoqqa qo'yib beradi. Mana shu demak bizda sharti mana 10 barobar x demak ya'ni x xodim reports to teng bo'lishi kerak rahbar nuqta employee ID ga. Har bitta xodimni ustidagi rahbarni topib beradi. Va nuqta virgul qilamiz. Bitta kamchiligi bor bu so'rovimizda. Mana jadvalimiz kelib chiqdi. Demak, hamma narsa kelib chiqdi, lekin bizda bitta narsani qoldirib ketdik. Hop. Hozir rahbar nuqta demak first name demak rahbar nuqta last name. Buni chiqarishni qoldirib ketdik. Demak
on bo'lishi kerak. Mana yangi so'rovimiz mana. Oldingi so'rovimiz ham to'g'ri edi, faqat select qismida demak rahbarni ism familiyasini chiqarish qoldirib ketgandik, o'shani hisobiga to'g'ri kelmadi. So'rovimizda bitta kamchiligi bor. Demak prezentatsiyamizga qaytsak, demak Andrew Adams bu yoqda yo'q. Nimaga yo'q? Chunki biza so'rovda join deb ishlatdik. Joinda esingizda bo'lsa, demak ikkita jadval birlashtirilayotganda faqat o'zaro mos qismlargina tushardi. Lekin bir-biriga demak to'g'ri kelmaydigan qismlarni tashlab yuborardik. Bizaga bu yerda birlashtirilayotganda left join kerak bo'ladi. Shunda so'rovimizni yakunlab qo'yamiz. Qaytadan reports qoldirib, endi rahbar demak first name reports ham kerak emas bizga. Rahbar first name va concat qilib, demak last name ni ham qo'shib qo'yamiz. Concat qilib rahbar last name from employee, demak hozir ekranga sig'ish uchun from employee s xodim sifatida, demak chap qo'ldagi bizada jadvalimiz xodim bo'ldi. Xodimlarni hammasini chiqarib olishimiz kerak. Bu yerda hozir demak Andrew Adams yo'q, demak left join qilamiz. Mana bu join o'rniga left qilamiz. Left join qilamiz. Employees as rahbar qildik va birlashtirish sharti sifatida on, demak xodim reports to teng bo'lishi kerak rahbar jadvalidagi, demak employee id ga va nuqta virgul. Shunda bizada mana manba biza kutgan so'rov, demak kutgan natija so'rovimizdan kelib chiqadi. Bu self joinga bitta misol edi.